Assalomu alaykum hammaga, hammalarni hayit bayramilar bilan tabriklayman. Bugun Xperia'ga chun oldim. Nimaga chun oldim? Arlot bilan derazada o'ynaverib, ular kuchli yurib endi. To'g'risi zerikdim ozgina, o'shaning uchun chun oldim. Tak. Menga kontr qilib Tamuz geri o'ynabdi. Tamuz bilasizlar, birga bir faytda uncha geroylarni ancha qiynab qo'yadi. Chu ham shu geroylar sirasiga kiradi. Hozir yugurib keldi oldimga. Endi devorga tiqib urib tashlayman degan paytim bu ultrasini ishlatadi. O'ldirib qo'yadi meni shunaqa. Shuncha qilganim ko'tiga tiqadi. Jigarlar, bugun Arlotga tutorial video chiqaramiz. Qanaqa qilib o'ynash haqida. O'shaning uchun YouTube kanalimga a'zo bo'lib qo'ysanglar, ko'rasizlar, xudo xolasa bugun kechqurun chiqaramiz. Tamuzni birga bir faytda ola olmasligim aniq, chuda. O'shaning uchun sekin bir mashinaning tagiga aldab olib kelib, qo'llab qo'yaveramiz. Buni borib asabiga tegib, anaqa qilish kerak-da, nima? Jahlini chiqarish kerak-da. Majbur qilish kerak mashinaning tagiga kelishga qarab turinglar. O'z oyog'i bilan keladi. Bitta bultani bosaverasizlar, sekin tomog'idan pichoqni tortib qo'yaverasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.